Ehtiyot bo'l xola. Soat mana xudo xolasa 12da. Buguncha soat nechada xolajon? Ketyapmiz, kelamizmi boshqa yo'q. Kelamiz xolajon, kelamiz. Hammasini jazosini belgilab bo'lgandan keyin xudo xolasa qizingizni o'zim yana uyga olib kelib, biza qiloldik qizim. Ruhing shod bo'lsin. Endi osmonlarga, jannatga uchib keta qolgin qizim. Yotgan joyi nurga to'lsin deb xayrlashgani kelamiz. Nozima singlim, xudo xolasa keldik uyga biza. Yarimidan ko'piga keldik. Ozgina qoldi yetib kelishimizga. Men ko'zim, ko'nglim yetadiki, adolat o'zi yaqin orada qaror topadi, inshaalloh. Men o'zim sizga va'da beraman. Joyingizni jannatdan qilaman xudo xolasa. Va o'g'lingizni voyadan keyin o'zini hayotida, bu hayotda o'zi bo'lib, o'zini hayotida chiroyli yashashi uchun men xudo xolasa bu ishni oxiriga yetkazaman. Ozgina qoldi. Ozgina. Farida opa ular haydayotganda uyda 1.700.000 puli qolib ketgan Nozimani haligacha bermagan. Bermaydi ham u pulni. Beradi, boraman yaqinda. Shunday qilaman, beradi. Menda yozgan SMSlari bor. SMSlarni o'sha 1.700.000 ololmayapman. Opa, politsiyaga beray, nima qilay deb mendan maslahat so'raganlari bor. Men sizga tashab beraman. 1.700.000 qancha bo'ladi dollarga? 1.5 mingcha bo'lsa kerak. Hamma qilyapti, Dilaga qil, nima xohlayapti? Primoy bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Kirmayman men hech qayerga primoyga hozir. Gapiraver. Voy, ularning gapi hammasi yolg'on. Menga kerak emas ularning gapi. Men o'zim boraman, men militsiyaga gaplashaman. Kirmayman. Keyin haqiqatdan Sherzod Nozimani urgan ko'zim oldida. U Dilshoda tili orqaga ketib qoladi degan gapi yolg'on. O'zidan o'zi qizingizni tili orqaga ketib yerga yotib oladigan odati bo'lmagan. Qachonki kaltak yesa, endi erkak kishini kuch ko'p bo'ladi-yu. Kaltak yesa o'shandagina yerga yotib hushdan ketib qolib tili orqaga ketgan, to'ppa-to'g'ri u gap. U kaltakdan keyin bo'lgan. Hozir Sherzod ham premyer efirda kiyib o'tirgan kurtkasini yechsin. Umuman kiyimini hammasini yechsin, Nozimani puliga sotib olgan. Shuga do'ngdamunga borib kiyim qilib kelgan. U yechinsa yalang'och yurish kerak o'zi ko'chada, yalang'och yursin. Uni keyin shunaqa qilib kelishgan, ishlashgan, yaxshi yashashgan. O'shandan keyin Sherzod qo'ymadi, baribir keldi, ko'rishdi, gaplashishdi. Ishlayotgan paytda ham ishxonadan sudrab olib chiqib ketib, urib, boshqa qilib, uni puliga yashab, meni o'zim oldimda ham mashinasiga zapravkani Nozimani kartasidan qilgan. Uyga produktani ham Nozimani kartasidan qilgan. Usta kiyib yurgani halol ekanda, Nozimani ishlagan joyi fohishaxona, jalabxona harom ekanmi? Aytmang. Kurtkasi halol-ku hozir kiyib yurgani. Aytmang. To'g'risini gapirsin-da hammasi. Farida ham hozir o'yin o'ynab o'tiribdi-da, uni unaqa qiladi, buni bunaqa qiladi, uydi, men o'qib o'rganman, bu o'qib o'rganman. Hammasi yolg'on. Sezdim. Majburlab ishlatgan, qochib qutulmasa, qizingiz qutula olmadi yerdan. Qochib qutuldi, o'shandan keyin jim bo'ldi.